Hop do'stlar, bugungi videomiz tez yordam haqida bo'ladi. 2 kun oldin tez yordam o'sha Damas avtomobili bilan Nexia 3 avtomobili lopma-lop avariya bo'lgan va ming afsus o'sha tez yordamdagi amaki vafot etgan. Bu achinarli holat. Men nima demoqchiman? Bizga shu Damas avtomobillarini tez yordamdan olib, o'rniga bir yaxshi minivenmi, bir yaxshi konditsioneri bor, haqiqatda tez yuradigan, tez yordamga tez yetib keladigan avtomobillarda o'sha mashinalar qo'yib berishlarini iltimos qilib qolardim. Kim fikrimga qo'shilsa, kommentariyada o'z fikrlarini yozib ketinglar. Damas birinchidan shofyorga ham, bemorga ham juda ham noqulay. Unda sog' odam ham yursa, o'zi jinda yursa mazasi qochib qoladi. O'zini yaxshi bilasizlar, Damasning komforti qanaqaligini. O'shaning uchun shu tepadagilardan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Shu Damaslarni o'rniga bizga bir yaxshi mashinalarni taqdim etsalaring, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Shu o'z fikrlaringni kommentariyaga yozib ketinglar, like bosib tarqatib qo'ysalaring yana ham yaxshi bo'ladi. O'sha tepadagilarga yetib borib, zora o'sha yaxshi mashinalarga shu Damas avtomobillarini almashtirib berishsa, biz rosa xursand bo'lgan bo'lardik. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.